alaykum hurmatli mekandoshlar, tug'onlar, jigarlar, amirlarim. Mana navbatdagi Qozog'iston hamda O'zbekiston nomerli avtobuslar sizlarning xizmatingizda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlar ekranda. Hozirda avtobus ichki holatlarini sizlarga ko'rsatamiz. Avtobuslarimiz Avtobuslarimiz ideal holatda, komfortabel. Avtobuslarimiz ko'rishingiz mumkin, avtobuslarimiz yotadi 15-20% gacha. Bemalol yotib, chiqanaqni chiqarib ketsak bo'laveradi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yotgan holati. Bo'yi 1.78. Bemalol maza qilib ketsam bo'laveradi. Avtobusimizda har bir avtobusimizda zaryad ustroysi, ayrim avtobuslarimizda sidinaning ostida, ayrim avtobuslarimizda esa sidinaning tepasida, ayrim avtobuslarimizda sidinaning ortki qismida joylashgan. Tepaga 5 kg, 10 kggacha bo'lgan rushnoylardan olib kelishingiz mumkin. O'zingizlar bilan birga katta sumka 70-75 kggacha bemalol olib kelinglar, faqat gabariti katta bo'lmasin akalar ukalar. Keyin so'mga pul olinmaydi deyapmiz, lekin tamojniy rasxodni sizlar tushunmayapsizlar. Tamojniy rasxod Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'iston Respublikasiga kirayotganda so'mkalar tushirmaslik uchun rasxod qilasizlar. Ular o'zingizlar uchun. Agarda yo'q, tushirib o'tamiz desanglar, vaqtdan yutkazib qo'yishlar mumkin. Shuning uchun tamojniy rasxod aytilib boriladi. Biz dokumentdan ukalarimizga iltimos qilardim, iloji boricha dokumentlarni yurishinglarni, chunki dokumentlarni yursanglar hech qanday rasxod qilmaysizlar. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Shuning uchun iloji boricha dokumentlarni yuringlar. Agarda bez dokument bo'lsanglar, iloji yo'q rasxod qilasizlar. Dokumentlarni inson siz uchun rasxod qilishga nima deydi? Obязан emas. Keyin bizda Shimkentga, Turkistonga, Qizilo'rdaga hamda shunday qo'shni Qirg'iziston, Bishkek shahriga ham cheres Shimkent orqali ketsanglar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri reyslarimiz haftada 2 kun, chorshanba hamda shanba kunlari. Tug'onlar bemalol mekandoshlar sizlar ham ketsanglar bo'ladi. Jigarlar, o'zimiz O'zbekistondagi ukalarimiz ham kelishinglar mumkin. Har kuni reyslarimiz amalga oshiryapti. Batafsil ma'lumotlar ishonchli nomerda.